Dünyada tomosha qilgim kelyapti. Qanday orzularingiz bor? Ko'z doktori bo'lishni orzu qilardim. Shu bo'yicha o'qishga kirishga, topshirishga 2 yil yutqazdim. Siz u biz har kuni xohlagan ovqatimizni tanlab iste'mol qilamiz. Bu qiz bo'lsa oddiygina sho'rvani ham qiynalib ichadi. Sababi yuzida o'simta bor, bir tomon yuzi kundan kunga kattalashib ketyapti. Hadichaxonning kasalligiga o'xshab ketadi. Hadichaxonning holati og'irlashib ketgan edi. Bu qizda ham holati qachonlardir og'irlashib ketishi mumkin, lekin ungacha davolanib sog'ayib ketish ehtimoli ham katta. Azizlar, har safar aytaman, shu videoni maksimalni 5 ta 10 ta do'stinglarga tarqatinglar, like bosinglar. Biz bugun Jizzax viloyati Zomin tumaniga kelganmiz. Bu qizning ismi Alimova Shahzoda. 20 yoshda, 4 yildan beri qiz bechora na ko'chaga chiqadi. Bitta joyda yotadi. Zudlik bilan Hindiston davlatiga olib borishlari lozim. 2-3 oylik davolanish kechadi Hindistonda. Sababi burnida o'sha o'simta paydo bo'lib, yuz aralash kattalashib ketmoqda, og'zini ocha olmaydi. Aytishiga qaraganda kechalari uyqu yo'q ekan, og'riq juda ham kuchli. O'zbek puliga 200 million 15 ming dollar atrofida mablag' so'ralyapti ekan davolanishga. Dadasi oddiy usta, 3 ta qiz farzand ekan bular. Mana oilaviy sharoitlarni ko'rishinglar mumkin. Oddiy oila. Sotishga bunday mashinalari ham yo'q, boshqa narsalar ham yo'q. Faqatgina siz va biz yordam berishimiz kerak. Sizlar bugun 5-may sanasi, haftaning seshanba kuni. Qo'lingizdan kelgancha ehson qilinglar. 48 soatda bu qizni xudo xolasa o'sha davolanishiga yetarli mablag'da to'playmiz. Videoga like bosasiz, 5 ta 10 ta do'stingizga yuborasiz va videoni istoriyaga qo'yasiz. Bitta ko'zingiz ko'rmayaptimi? Umuman ko'rmayapti. Ikkinchisi ham xiralashdi, ikkalasi ham butunlay ko'rmay qolishdan qo'rqaman. To'g'ri, qo'lingizdan kelgancha yordam berishingizni so'rab qolaman. Qiynalib ketdim, hatto dorilar ham ta'sir qilmayapti.